Braziliyalik siyosatchi prezidentlikka saylov mahalida agar men 500 ming odamni ovozini to'plab olsam, hatto Xudo ham meni prezidentlikdan chetlata olmaydi dedi. 500 ming ovozni to'pladi kishi. Ammo endi prezidentlikka tayinlanadigan kunlar vafot qildi. Qayerga qaytdi bu? Allohning qahshatqich azoblariga qaytdi endi ekan. Alloh muhlat beradi, lekin tek qo'ymaydi hech kimga. Kazuza degan shoir, artist. Bular naql qilingan-da gazetalarda ekan. Bir kuni sigaret chekdi. Mashhurlikdan toshib, ko'pirib ketgan edi. Hamma uni chapay Maradonani bildinglarmi ekan xudo qilishayotganini? Braziliyada ahli. Maradona degan din chiqibdi ekan. Futbol qila olasida to'yib, muammo yo'q. Din chiqibdi ekan Maradona degan. Uni ulug'lab xudo qilishyapti ekan. Tekshirilgan ma'lumotlar. Kazuza sigaret chekdi-da, tepaga qarab, auzubillah. Tepaga qarab, ey Xudo, mana senga deb ozgina fursat o'tmadi ekan, spid kasaliga uchranib, banisida ayanchlik va ayanchlik holatda azoblanadi. Alloh taolo muhlat beradi, lekin tek qo'ymaydi ekan. Ulug'lamayapti. Juda katta Alloh taolo ekan. Juda qudratli, biz u zotni tushunmayapmiz ekan. Mashbondotga turmagan mahalis, lekin mehribon, juda mehribon, muhlat beradi. Onamizdan ko'ra mehribon, ammo adolatli zotga akam tek qo'ymaydi hech qachon. Titanik, bundan xabarimiz bor. Titanikni bosh mutaxassisi, muhandisi Thomas Akrus degan kishi ekan. Bu jurnalistlar bu kishidan intervyu olib, Titanikni qanchalik quvvati haqida, ishonchli kemaga haqida intervyu olganda, buni Xudo ham cho'kita olmaydi degan ekan. Va biletlar sotilayotganda Xudo cho'kita olmaydigan kema deb biletlar sotilgan ekan. Britaniyadan New York, Amerikaga ketyapti. Yarim masofani ko'p bosib qo'yganida ekan. 2340 ta odami bilan sababi hali tayin qilinmagan qanday cho'kkanligi. Agar Xudo ham cho'kita olmaydi deb maqtangan kemasi birinchi safarini o'zidayoq akam cho'kib ketdi. Haligacha Fir'avnni ibrat qilib qo'ygani kabi Alloh taolo dengiz qa'rida ibrat qilib turibdi uni. Kusto komandasini ham uni bejizga toptirmadi shu narsa.